Assalomu alaykum. Bu video amerikalik kuchli Prince EA spikerga tegishli bo'lib, imkon qadar o'zbek tiliga o'girishga harakat qildim. Bu video hamma uchun har xil ta'sir qilishi mumkin. Bu eng kuchli motivatsion ruhga ega bo'lib, sizlarga hayot davomida asqotadi degan umiddaman. Albatta bu videoni do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Agar shu video sizga yoqsa, like bosib, menga obuna bo'ling. Agar shu video 500 mingtadan ko'p odam ko'rsa, shunaqa toifadagi videolarimni o'zim tasvirga olishni boshlayman. Yoki boshqa videoni tarjimai holini qo'yaman. Kattakon rahmat, sog' bo'ling. Bilasizmi, haftaning qaysi kuni siz hayotni tark etishingiz mumkin? Yurak xurujidan o'ylab ko'ring. Men sizga vaqt beraman. Bu dushanba. Bilasizmi qaysi vaqt? Bu soat 8 va 9 ertalab. Yana bilasizmi nima bo'lishini? Dushanba 8da. O'sha bir xil kun va vaqt odamlar ishga ketishga tayyor bo'lishadi. Nafratlanishadi. Tasodifmi? Menimcha bunday emas. Mana bu diagrammaga qarang. Bu har bir insonning o'rtacha umri ko'rsatkichi. O'rtacha umrni aytganda yashash 80 yoshgacha. Omadli bo'lsakkina biz 18 yoshdan ishlashni boshlaymiz va bu ish va nafaqaga chiqishimiz 67 yoshda. Bu nimaligini angladingizmi? Bu yaxshimi yoki yomon? Hayotingizning katta qismini qayerda o'tkazasiz? Ishdadir. Yo'q, vaqtni bunday vaqtsiz o'tkazmang. Xutiga mening do'stim Jay. Qarang, Jay har safar aytar edi: qachon maktabni bitirsam, keyin baxtli bo'laman. Jay maktabni bitirdi, lekin baxtsiz edi. Keyin Jay aytdiki, ishga kirsam, keyin baxtli bo'laman. Jay ishlik bo'ldi, ammo hanuzgacha baxtsiz edi. Jay aytdiki, oila qursam va bolalarim bo'lganda, keyin baxtli bo'laman. Xo'sh, u uylandi va 2 farzandlik bo'ldi va hanuz baxtsiz edi. Keyin Jay aytdiki, mayli, mening bolalarim uyni tark etib nafaqaga chiqsam, keyin baxtli bo'laman. Bolalari uyini tark etishdi, u nafaqali bo'ldi, ammo hanuz baxtsiz edi. Keyin Jay cherkovga borishni boshladi. Va men Jaydan so'radim: "Nimaga buncha ko'p cherkovga qatnayapsan?" Va u aytdiki: "Chunki hayotni tark etsam, keyin baxtli bo'laman." Jayning hikoyasi qanchalik achinarli bo'lmasin, o'ziga xos emas. Bilasizmi, Jayning o'rnini men Bonniga almashtirishim mumkin edi. Fakt shundaki, Jayning yashash tarzi shunchaki hammanikiga o'xshash. Ko'pchiligimiz Jay kabi. Ammo bu bizning aybimiz emas. Bizni shunchaki qadab qo'yishgan ishda bo'lishimizga va bu bizni har doim aqldan ozdiradi va undan keyin degan insonlarga aylantiradi. Bilasiz, va undan keyin deydiganlarni. Bu insonlar har doim aytishadiki, va keyin baxtli bo'laman. Xonimlar va janoblar, biz va keyin deb yashashdan hozirroq deb yashashga o'tishimiz kerak. Biz hozirdan baxtli bo'lishimiz kerak. Qanday? Biz yo sevgan ishimizni topishimiz kerak, yoki ko'proq ishimizni sevishimiz kerak. Sichqon yugurish musobaqasini bas qilaylik. Eng qizig'i shundaki, siz g'olib bo'lsangiz ham, ko'p pul ishlasangiz ham, kubogingizni ko'tarsangiz ham, siz hali hamon o'sha sichqon bo'lib qolaverasiz. Uyg'oning. Hayotingiz bilan o'ynashni bas qiling. Bu video o'yin emas. Bu Mario Kart emas, bu Fortnite emas. Qayta o'rinish tugmasi yo'q. Darajangizni qaytarish uchun hech qanday imkoniyat yo'q. O'yin tugashi bilan o'yinlar tamom. Bu yerda faqatgina bitta cheat kod, odamlarning konsoliga va bu nazorat qilish. Yolg'onni sotib olishni bas qiling. Jamiyat aytaveradi, ortiqcha ish juda yaxshi, stressga duchor bo'lish bu faollik belgisi. Yonimdan ko'tarilibdi. Eng katta yolg'on ishchi hayotni saqlash. Yuzaki holatda sizni qanchalik aqldan ozdirishni ko'rmasligingiz mumkin. Ammo o'ylab ko'ring. Ish, hayot muvozanat. Bu boshqa yo'l bo'lish kerak emasmi? Hayot ishdan oldin kelsa-chi? Chunki sizning hayotingiz yaxshiroq bo'lsa, sizning ishingiz yaxshiroq bo'ladi. Mening fikrimga qo'shilmang.
Garvard professori Shaun Aker yaqinda juda ham kerakli fantastik narsa kashf etdi va uni baxt ustunligi deb nomladi. Uning izlanishlari shuni ko'rsatdiki, ishdagi muvaffaqiyatning 75% siz qanchalik aqlli emas, siz qanchalik talantli emas, balki siz baxtli ekanligingizda. Uning tadqiqoti hal qiluvchi, u aytdiki, siz baxtlimi, intellektingiz oshadi, ijodkorligingiz oshadi, mahsuldorligingiz oshadi. Bilasizmi nimasi kulgili? Siz juda ko'proq pul topasiz. Lekin bu yerda qahramon bor. Siz ham ko'proq yashaysiz. Bilaman, bu juda ham sizga yoqib tushdi. Lekin optimistlar ko'proq yashashadi pessimistlardan ko'ra. Shuning uchun agar siz bu safar ko'proq quvonch bilan to'lsangiz, ushbu grafikni bir necha yil uzaytira olasiz. Shu yerda aniqlik kiritsak, bu xabarni yengil qabul qilmang. Bu sizning ishingiz, baxtli bo'lish. Hammasi o'zingizning qo'lingizda. Menga buni tomosha qilishingiz ahamiyati yo'q. Hech qachon kech emas. Hayotingizni og'ir hayotdan to'g'ri hayotga o'girishni va o'sh kunlaringizda azob tortishni bas qiling. Taqdir bunaqa insonlarni juda ham kuchsiz deb biladi. Chunki ular dam olish kunlarini kutib o'tirishadi. Ishonchim komilki, ko'p insonlarning o'limi yurak xurujidan. Chunki qalbi tanlagan ish bilan emas, yoki qalban ishdamas. Men odamlar kam hayotiy belgilarga ega ekanligini ishonaman, chunki ular o'zlari uchun ahamiyatsiz bo'lgan ishlarda qatnashadilar. Do'stlarim, baxt bu tanlovdir. Ammo kim buni shunchalik oson desa, u aldamoqda. Bu oson emas. Siz harakat qilishingiz kerak. Ichki dunyoga nazar soling. Budaning 2000 yil oldin yozgan so'zlarini eslang. Va bugun ishonamanki, insonlar so'zlarimni qabul qilasiz. Muammo shundaki, siz o'ylaysizki, vaqtim bor deb hayotingizni sarflashni bas qiling.